Biz nima sababdan o'zimiz xohlagan hayotni yarata olmaymiz? Bilamizki, har birimizda biron bir istak, orzu, maqsad paydo bo'lganda beixtiyor uni kun davomida o'ylashni boshlaymiz va uni amalga oshmayotganini ko'rganimiz sari bizda u orzuga nisbatan ishonch kamayib ketadi. Bunda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Aynan o'sha orzu maqsad uchun ajratilgan energiyani siz faqatgina behudaga, oddiy xayollarga sarflayotganingizni ko'rishingiz mumkin va bu sizdagi orzu maqsadni kechiktirishni boshlaydi. Shuning uchun ham eng avvalo har qanday orzularingiz, istaklaringiz bo'lsa, albatta qog'ozga muhrlashingizni tavsiya qilaman. Chunki qog'ozga yozganimizda bizni ongimiz avtomatik ravishda ko'rish orqali uni yangi neyronlar aktivlashtirishni boshlaydi va bu yangi neyronlar esa siz uchun o'sha orzu maqsadni amalga oshirish uchun yangi yo'llarni, muqaddas ssenariylarni namoyon qilishni boshlaydi. Shuning uchun ham har biringizga orzu maqsadlaringiz amalga oshishini istasangiz, albatta qog'ozga yozishdan boshlashingizni tavsiya qilaman.